Hammaga xullo sizlar bilan LZ Football 13. Men bugun kanalimga post qo'ygandi. 300 almazga open case qilamizmi kulakni degandim. Sizlar ovoz beribsizlar. Qo'ying deb ovoz beribsizlar. Hozir shu videoni olishga qaror qildim va bir kishi yozibdi. Agar shu kulakni tushursang shart berasan menga degan ekan. Ko'ramiz hozir, agar tushsa shart beramiz, tushmasa javobini bera olaman. Qani ketdi unda. Birinchi yangi Supermax taktikasidan qilamiz. Birinchi 10 talik. Endi kulakka va bosdik. Birinchisi har doim o'zi tushmagan. Mayli, va ikkinchi urinish. Yaxshi. Yana ozgina qoldi. Mayli, 69 taga. Qani davay, iltimos. Mayli, yana bitta. Yo'q. Bolalar tushmadi-yu. Nima qilamiz? Xo'sh, mayli. Men yana ertaga almos tushiraman va ertaga yana video olaman. Hozir esa videoni birpasda tugatmasdan sizlarga o'yinimni ko'rsataman. U bola hozircha turib turaversin, ertaga almos tushirganimdan keyin u bola bilan kelishamiz. Qani ketdi, go. O'yinim hamja full headshot emas, lekin headshotlar tegib turadi. O'zim sizlarga g'alati borayotgan bo'lsa, uzr oldindan. Bizga yaxshi oddiy o'yinchi tushibdi. Lekin duxni baland qilyapti juda. Endi chiqsinchi. Bu endi bitta headshot berdim degani full headshot emas, prosta ba'zida tanaga tegib qolishi mumkin, shuning uchun ustidan kulmanglar. Ana bitta o'zi tegmadi. Xarosh, yaxshi urib qo'ydi. Bak. Men setim o'zi ekan. Prosta oyoq kiyimi bilan bo'sh. Uncha ko'rmadim, lekin setini yaxshi. Qani bir men drabashlayman. Voybat. Aytdim sizlarga, men uncha o'ynashni bilmayman degandim. Endi botga chiqarib yubormanglar, prosta comeback qilishga harakat qilaman.
Blin. Yana urib qo'yapti. Normal. To'ligicha qo'yib bersang nima bo'lardi? Ammo tak bolalar, endi men ko'proq video olaman, chunki kanalim uncha-munchaga yurmayapti. Bir kunda kamida 40 ta, 30 ta obunachi kelyapti. 50 ta oldin 50 ta, 60 ta kelardi. 3K son nimaga? 3K bo'lgandan keyin konkurs uyushtiramiz. Hozir bunda men promo qoldiraman. Yo'q, bunda emas, yanagi videomda promo qoldiraman. Va 3 ta bo'lganimizdan keyin o'sha promoni to'g'ri yozgan va ID'sini qoldirib ketganga 150 ta olmos uzib berdi. Xullas, mana sajimman orada qo'yib oldim, tamomman. Tanishman shartmas, sizlar ko'r bo'ldinglar. Mana haromi tegmayapti. Nima deysizlar bolalar? Stream qilaymi? Yebat. Cho'tak bu bola yomon. Ana mayli. Yebat. 6 minut bo'ldimi o'rganimga? Xo'chki. Qanday qilish kerak bolalar? Kanalga obuna bo'lmaganlar 3K bo'lganimizdan keyin aytdim, shu konkurs uyushtiramiz. Qotib qoldi menimcha. Zo'rg'a otdim. Bolalar, iltimos sizlardan obuna bo'linglar. Sizlarga aytdim, konkurs uyushtiramiz 3K bo'lgandan keyin. Aniq erkakcha so'z. Meni ko'chadan tushirib yuboraman va u bizga rasmni tashlab yuboradi. Almos tushganim haqida. Hozir o'zim past kelyapgan bo'lishi mumkin, grippman. Bittaga video qo'ying, nima deysizlar bilmayman. Yebat, sniper bo'lganda. Uyoyo. Taktikani jinnisi. Bu уже bekindi, biz bo'lsa yerga o'tib olib, rapashni olib. Shunaqa zo'r o'ynaydi-yu. Ko'taboq insonlar ham bo'ladi. Valloh xafa bo'lmaysizlar. Video qotayotgan bo'lsa zo'r. Qani erkak qanisan? Valloh Supermax taktikasi. Uzr bolalar. Uzr bolalar. Bu o'zimni telefonimda yo'q. Qanaqadir nastroykani bitta bola kelib buzib tashladi. Albatta o'zimni nastroykam men chustvani 200 qilib tashlagan. Men hozir to'g'rilab narsa qilaman. Xullas bolalar, ertaga ko'rishamiz. Ertaga aniq hammasini yutaman. Hammaga rahmat. Xayr. Xullas, quloq tushmadi.
ertaga 100 ta tushirsam tushib qolar. Bu yo bu tushishi aniq. Quloq tushsa yaxshi bo'lardi. Mayli. Hammaga xayr. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.